1201 mijozlari AX topik shullari 100% natija oldi VIP tarifchilari bilimlarini ko'tarib mana balandda boshi davr keldi yoshlarga biz buyuklar izdoshi biz natija qilganda to'xtatolmay qoldilar hamma kelgan o'quvchilarimiz viza oldilar Vohalilar keldi vohalilar keldi poytaxtliklar keldi O'zbekiston vohalilar keldi vohalilar keldi poytaxtliklar keldi O'zbekiston 201 Agency. Visa Show yangi soni bizni YouTube'da kuzatib boring. Assalomu alaykum. Men yozgi boshqatdan. Assalomu alaykum. Men Tohirov Avazbek. Yozgi semestr uchun viza Assalomu alaykum. Men Tohirov Avazbek. Yozgi semestrda bo'lmayapti aka. Assalomu alaykum. Men Tohirov Avazbek. Yozgi semestr uchun vizaga topshiruvdim. Topik 1 bilan qo'lga kiritdim vizani. Assalomu alaykum. Men Kiborjonov Fazimjon yozgi semestrga vizamni Assalomu alaykum. Men Kiborjonov Fazimjon yozgi semestr uchun Let's go. Assalomu alaykum. Men Ravshanbek Fojakbar yozgi semestr uchun VIP tarifda topik 1 daraja bilan o'z vizamni qo'lga kiritdim. Taassurotlarim a'lo darajada. Koreyaga borib o'z tengdoshlarim bilan ko'rish. Moskvaga keyin. Taassurotlarim a'lo darajada. 1201 Agency'ga rahmat. Tengdoshlarimga maslahatim o'z ustida yaxshi ishlab, koreys tilini o'qib, Koreyaga borishni tilab qolaman. Assalomu alaykum. Men Tohirov Avazbek. Yozgi semestr til kursi uchun topik 1 daraja bilan VIP tarifida vizamni qo'lga kiritdim. Nice. Tengdoshlarga maslahat, yaxshi o'qinglar, topik 1 olinglar yo 2 olinglar. Tavsifotlar a'lo darajada. Birinchi telefon qilishdi, ishonmadim, lekin chiqdi, aniq ekan. Rahmat 1201 Agency'ga. Tavsifotlar a'lo darajada. Birinchi telefon qilishdi, ishonmadim. Keyin rost ekan. 1201 Agency eng zo'ri. Tengdoshlarga maslahat, oldiga qo'ygan maqsadlariga jiddiy harakat qilishni jiddiy harakat qilishni so'rayman. Tengdoshlarga maslahatim buni o'rganish kerak. Tengdoshlarimga maslahatim oldiga qo'ygan maqsadiga jiddiy erishishni bu yerda aytyapman. Tengdoshlarimga maslahatim oldiga qo'ygan maqsadiga jiddiyroq harakat qilishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Men Kiborjonov Fazimjon yozgi semestr til kursi uchun o'z vizamni Assalomu alaykum. Men Kiborjonov Fazimjon yozgi semestr til kursi uchun topik 1 daraja bilan VIP tarifida o'z vizamni qo'lga kiritdim. Taassurotlar a'lo darajada. 9-iyun kuni Koreyada ko'rishguncha. Oh my god! Tengdoshlarimga maslahatim topik bo'ldi boshqatdan. Ko'ryapsizmi? Talablar vijillab yotibdi. Tengdoshlarimga maslahatim koreys tilini yaxshi boshdan. Assalomu alaykum. Tengdoshlarimga Tengdoshlarga maslahatim oldilariga qo'ygan maqsad uchun astoydil harakat qilinglar. Birinchi Telex vizaga topshirib atkaza oldim. Ikkinchi marta topshirib o'z vizamni qo'lga kiritdim. Taassurotlarim a'lo darajada. Uzoq kutilgan vizamga erishdim. Ikkinchi urishimda VIP tarifda viza oldim. Tengdoshlarimga maslahatim topik daraja olib, biz kabi Koreyada tahsil oldim. Assalomu alaykum. Men ismim G'ayratjon Shermuhammad. Men yozgi til kursi uchun o'z vizamni qo'lga kiritdim. Taassurotlarim o'ta a'lo darajada. Men vizam chiqqanini to'g'risi kutmagandim. Juda ham xursand bo'ldim. Odiljon Nishonov akamizga rahmat. Tengdoshlarga maslahatim topik daraja olib 1201 Agency'ga kelib
o'z vizangizni qo'lga kiriting. Assalomu alaykum, men G'anijonim Shahzodbek yozgi semestr til kursi uchun o'z vizamni qo'lga kiritdim. Taassurotlarim juda ajoyib, chunki men uzoq kutilgan vizamni qo'lga kiritdim va 14-kuni Koreyada ko'rishguncha. Tengdoshlarimga maslahatim, koreys tilini yaxshilab o'rganib, topik darajalarni qo'lga kiritib, shu yerga tashrif bering va men kabi viza oling. 1201 Agency, maqsad sali birgalikda. 1201 Agency. Maqsad sal birgalikda. 이제는 다시 내게